Xo'p. Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun o'sha Savchenko masalalar to'plamidan ajoyib bir masalani video yechim qilib beraman. E'tibor beramiz, juda ham chiroyli masala. O'sha Savchenko masalalar to'plamidan, ya'ni 1.5-bobdan 15 va 16 masalalarni video yechim qilamiz. Demak, 1, 5, 15 masaladan boshlaymiz. 1, 5, 15 masala. Xo'p, 1, 5, 15 masalada nima deyilyapti? Demak, A nuqtaning tezligi va bo'lsa, B nuqtaning tezligini vaqtga bog'lanishini grafiki bilan taxminiy tasvirlashimiz kerak ekan. Keyin bizda x0 deyapti, dastlab 0 bo'lgan deyapti. Vaqt, dastlabki vaqt momenti 0 bo'lgan deyapti. Demak, chizib olamiz birinchi navbatda. Mana bizda vertikal devor. Devordan 2 l masofada, mana devordan 2 l masofada mana bu nuqta bor. Bu yerda B tugun mana bunday osilgan holatda turibdi. B. Xo'p, endi mana bu nuqtalarda taxminan o'rtalarida deylik. Taxminiy o'rtalarida bu yerda A tugun bor. A tugun pastga qarab va tezlik bilan harakat qilmoqda. Mana masofa x, mana bu umumiy uzunlik 2l. Shunaqa ko'rinishda ega. Demak, masalani yechishda quyidagi xulosalardan to'xtalamiz. Dastlabki holatda mana bu qism uchburchak vazifasini bajaryapti. Demak, mana bu masofa aytishimiz mumkin, mana bu masofani L. Mana bu masofa L. Bu masofa x. Pifagordan ko'ra mana bu masofa nima bo'lyapti? Ildizosti x kvadrat plus L kvadrat bo'lyapti ildizostida. Ildizosti x kvadrat plus L kvadrat bo'lyapti. Xuddi shunaqa ko'rinish olyapti. Demak, bu dastlabki holat. Aytaylik, keyingi holatda mana bu B, ya'ni sharcha deymiz, mana jismni ozroq ko'tarilsa, mana bu tomonda ip qisqarmaydi-ku, mana bu tomonda ip qotirilgan-ku. Ya'ni bu tomonda ip yo'q-ku, qotirilgan. Shuning uchun mana buni tezligi, chiqish tezligi 2 ga bo'linyapti. VB ip bo'ylab 2 ga bo'linadi. Demak, mana bu qism va bu qism taqsimlanadi ipning tezligi. Demak, mana buni aytishimiz mumkin VB taqsim 2 deb. Mana bu shart emas menimcha. Ko'rdik-a menimcha. Pastdan tushuntirib ketaman. Aytishimiz mumkin, mana buni ham VB taqsim 2 deb aytishimiz mumkin. Tezlik 2 ga taqsimlanadi. Chunki bir tomonda ip qo'yib olmaydi. Demak, buni chiqish tezligi aytaylik, mana bu ip qanaqadir y balandlikka chiqsa, y barobar VB t balandlikka chiqsa, bular yarmiga tushadi. Chunki nima deyishimiz mumkin? Chunki bu yerda ip bir tomonlama qotirilganligi hisobiga nima bo'lyapti bu yerda? Ip bo'yicha mana ikki tomondan 2 ga bo'linyapti. VB taqsim 2 dan bo'lyapti. Xo'p, dastlabki holatda mana bu
L bo'ladi. Mana bu ham L bo'ladi. O'sha uchun Pifagor teoremasidan foydalanib olamiz. Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Qanday? Demak, mana bu x desam, mana bu L, mana buni kichkina L desam bo'ladi, to'g'rimi? Aytaylik L1 deyman, L1. Pifagor teoremasiga ko'ra L1 barobar ilzosti x kvadrat plus L kvadrat ko'rinishga keladi. Bu L1 da ifodasi bu. Aytaylik qanaqadir delta vaqt ichida, dt vaqt ichida, qanaqadir dt vaqt intervalida bu o'zgarsin. Bu o'zgarsin. Qanaqa vaziyatga kelsin? Aytaylik, mana bunaqa vaziyatga kelsin. Mana L o'zgarmaydi, bu o'zgaryapti mana. E'tibor berib qarasak, mana bu o'zgaryapti, x plus dx ga o'zgaryapti. Bu L o'z holicha turyapti, chunki bir tomonlama qotirilgan, mana bu nuqta ham qotirilgan nuqta. Bu esa L1 plus dl ga o'zgaryapti. L1 plus dl ga o'zgaryapti. Xo'p, bu uchun ham o'sha Pifagor teoremasini yozib oladigan bo'lsak, Pifagor teoremasini yozib olsak, qanaqa ko'rinish oladi? Bu uchun ham Pifagor teoremasini yozib oladigan bo'lsak, L1 plus dl deyman, L1 plus dl. L1 plus dl deyman. Bu nimaga teng bo'ladi? Ilzosti L kvadrat, to'g'rimi? L kvadrat plus x plus dx cos kvadrati ko'rinishga keladi, to'g'rimi? Pifagor teoremasidan ko'ra. Bu keyingi holati bu. Keyingi holatda shunaqa vaziyatga keldi. Xo'p, endi keyingi holatdan boshlang'ich holatda ayirsam nima qoladi? Aytaylik, ikkinchi ifodadan birinchi ifodani ayiramiz. Xo'p, ayiray degan bo'lsak, qanaqa vaziyatga keladi? Ayirib olaman. Bunda ayirib olsam dl qoladi, adashmasam dl qoladi, chunki L1 lar qisqarib ketadi. Dl barobar ilzosti L kvadrat plus x plus dx kvadrat minus ilzosti L kvadrat plus x kvadrat ko'rinishda formula paydo bo'ladi bizda. Xo'p, bundan mana bu birinchi nimani ildizli ifodani ochib soddalashtirib olaman. Ochib soddalashtirib oladigan bo'lsam, qanaqa ko'rinishga keladi? Dl barobar ilzosti L kvadrat plus x kvadrat plus dx kvadrat, to'g'rimi? Dx kvadrat plus 2x dx ko'rinishga keladi. x dx ko'rinishga keladi. Minus ilzosti L kvadrat plus x kvadrat. Xo'p, ana endi nima qilaman? Ilzosti L kvadrat plus x kvadrat umumiy qavs qilib chiqazib yuboraman. Umumiy qavs qilib chiqazib yuboradigan bo'lsam, dl barobar qanaqa ko'rinishga keladi? Ilzosti x kvadrat plus L kvadratni chiqarib yuboradigan bo'lsam, bu qavs ichida ildiz paydo bo'ladi, to'g'rimi? Ildiz bu bo'lib yuboradigan bo'lsam 1 bo'ladi. Mana birinchi adad qisqaradi. L kvadrat plus x kvadrat soddalashadi plus dx kvadrat taqsim L kvadrat plus x kvadrat plus 2x dx taqsim L kvadrat plus x kvadrat. Hammasi ildizda bo'lgani uchun ildizga kiritib yubordim. Minus 1 qoladi. Demak, mana bu ifoda ko'rinishga keladi. Endi bizda dx o'zgarish juda ham kichik-ku. Dx kvadrat taqsim
L kvadrat plus x kvadratni taxriban 0 deyman. Bo'ladimi shunday desam? Bo'ladi albatta. Mana shu ko'rinishda olib olaman. Chunki dx juda ham kichik qiymat. Uning kvadrati undan ham kichikda. Masalan, aytaylik, 0,100 ulush bo'layotgan bo'lsa, uning kvadrati 0,10 ulush bo'lib ketadi-da. Shuning uchun uni qandaydir kattaroq songa bo'lsak, juda ham kichirayib ketadi va u o'zi dx kvadrati o'zi taxriban 0 bo'ladi. Mana buni o'zi taxriban 0 bo'ladi, chunki 0 ga yaqin qiymat bo'lib ketadi-da. Bu 1 ga qo'shsak, ayirsak hech qanday ahamiyatli joyi yo'q buni. O'shaning uchun quyidagicha soddalash kelyapti bizda. dl barobar bo'lyapti ildizosi x kvadrat plus l kvadrat, l kvadrat. Hop. Demak, ildizosida 1 plus 2x dx taqsim l kvadrat plus x kvadrat minus 1. Hop, demak, mana bu ildizoz ifodani umuman olganda 2x dx taqsim l kvadrat plus x kvadrat juda ham kichik 1. Birdan juda ham kichik. Demak, mana bu ildizoz ifodani belgilash kiritib turib, qatorga yo'yaversam bo'ladi. Bizda shunaqa ifoda bor edi. Ildizosda 1 plus x masalan qatori, masalan mana shu ifodaning qatori taxriban nima bo'lardi? 1 plus x taqsim 2 bo'lardi. Bu qatorni bilamiz biz. Buni qayerdan kelib chiqqanini ham bilamiz. Ya'ni mana bundan kelib chiqqan. 1 plus x ni a-chi darajasi 1 plus ax bo'ladi-da. Ya'ni daraja oldinga tushadi. Qator yoyib hisoblansa, daraja oldinga tushadi. Shunda mana daraja degan 1/2 bo'lib turibdi. Ildizoz ifoda 1/2 ku darajada. Oldinga tushib 1 plus x taqsim 2 bo'lib qoladi-da. Ya'ni mana bu qator. Qator hisoblanish bu. Taylor qatori deylik. Taylor qatori. Taylor qatoriga ko'ra soddalashtiramiz hozir. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsam, ildizosida 1 plus 2x dx taqsim l kvadrat plus x kvadrat taxriban nima bo'ladi? Taxriban bu 1 plus x dx taqsim x dx taqsim nima ko'rinishga keladi? L kvadrat plus x kvadrat ko'rinishga keladi. Bu qator bu. Mana bundan shu ko'rinishga kelyapti. Tushunarli? Bu qator hisoblanyapti. Demak, mana bu plus 1 va mana bu qavs ichida minus 1 lar qisqarib ketadi. Mana bu yerdagi minus 1 lar qisqarib ketadi. Shuni hisobga olib turib, soddalashtiradigan bo'lsak, qanaqa ko'rinish keladi? dl barobar nima ko'rinishga keladi? Ildizosida x kvadrat plus l kvadrat ko'paytiruv 2x dx taqsim 2 lar qisqarib ketadi, chunki 1 plus x taqsim 2 dedim qatorda. 2 lar qisqarib ketadi. Bizda nima qoladi? X dx taqsim l kvadrat plus x kvadrat qoladi. Bu bilan bu qisqaraydigan bo'lsa, soddalashtirsam x dx taqsim nima qolyapti? Ildizosida l kvadrat plus x kvadrat degan ifoda qolyapti. Hop, bu dl degani mana ipni o'zgarishi, mana bu ipni o'zgarishi bo'lyapti-da bu yerda. Hop, ana endi nima qilamiz? Endi e'tibor berib turamiz. Bir ikkita joylarni yozib ketaman. Bizda aytilyapti x 0 da 0 deyapti. Boshlanish vaziyati 0 degan. Bu degani qanaqada t vaqt momentida unga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Ya'ni harakat tenglamasini oddiy qilib x barobar va t deb tuzishimiz mumkin buni harakat tenglamasini. Harakat tenglamasini shunday tuzishimiz mumkin. Hech qanday boshlanish koordinatasi x0 qo'shilmaydi-da, ya'ni boshlanish holatda tushib turmagan. Ya'ni
ben A nuqta tepada turganda. Mana bunaqa ko'rinishda tuzib olishimiz mumkin. Bundan hosil olsak, demak, dx teng va dt bo'ladi. Va dt. Quyidagicha ko'rinishga keladi. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Dl bo'yicha qanaqa tezlik bor edi bizda? Mana rasmga e'tibor bersak, dl bo'yicha mana bu vb taqsim 2 bor edi. To'g'rimi? dl da nima hosil qilyapti? vb taqsim 2 tezlik hosil qilyapti. O'zgartirishda qanaqadir dt vaqt momentida. Endi yozib olish mumkin. dl barobar vb taqsim 2 ko'paytirib dt deb yozib olishim mumkin. Mana bu holatda. vb taqsim 2 dt. Endi qo'yaman joy-joyiga. dl da o'rniga vb taqsim 2 dt qo'yaman. Teng. X da o'rniga va ko'paytirib t qo'yaman. dx da o'rniga va ko'paytirib dt qo'yaman. Taqsim ilzosda L kvadrat plus X kvadrat o'rniga va t ning kvadratini qo'yaman. Mana buni ko'rinishda. Demak, bizda ikki tomondan ham qisqaradigan hadlar bor. Mana dtlar qisqarib ketadi. 2 ni bu yoqqa ko'paytirib chiqarib olsam, qanaqa ko'rinishga keladi? Demak, bizda vb barobar 2va kvadrat ko'paytirib t taqsim ilzosda L kvadrat plus va t ning qavs kvadrati ko'rinishga keladi. Mana bu ko'rinishga keladi. Demak, bizda javob mana bu ko'rinishda chiqadi. Tushunarli, juda ham chiroyli masala. Oddiy qaramasligimiz kerak. Juda ham kreativ ishlasak bo'ladi har bitta masalasini Savchenkodan. Xo'p, buni bir saqlab olamiz. Keyin endi xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 1, 5, 16-masalaga o'tamiz. Xo'sh. Buni o'zini bitta video dars ko'rsam bo'ladi. O'zini bitta video dars olaman mana. Buncha tushunarli bo'ldi. Megabayt ham katta o'qib ketmas kerak. Qisqa lo'nda. Keyingi 16-masalani alohida video yechim qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.